ana endi o'sha kech kirganda ho shomdan keyin bo'lsin, ho xuftondan keyin bo'lsin, Surai Mulkni o'qish ham Naqshbandiya tariqatini virdlaridan bir virddir ta'kidlangan. Kim imkonini topsa, shu muborak surani har kuni ho shomdan keyin bo'lsin, ho xuftondan keyin bo'lsin o'qib qo'ysa juda ulug' ish qilgan bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vassalom bu muborak suraning fazli haqida bir qancha hadislar aytganlar. Shulardan birida aytadilarki, Qur'oni Karimda bir sura bor, 30 oyatdan iborat. Mulk surasi. Shu sura meni ummatimdan har bir insonning qalbida bo'lishini istar edim deydilar. Muhammad ummatini har birini qalbida bo'lishini, shu suradan yoddan turishini Rasul akram alayhisolatu vassalom orzu qilganlar. O'zlari ta'kidlangan sahih hadislarda aytilishicha, Surai Mulkni o'qimasdan uxlamaganlar. Taborak surasini o'qimasdan uxlamaganlar. Hadislarda, sahih hadislarda keladi, bir inson safarda uzoq yurib, kechasi charchab, bir yerda to'xtab, o'ziga bir yotoq tayyorlab, ustini yopib, boshqa qilib yotibdi, uxlash uchun. Charchagan, qorong'u bo'lgan. Yotsa, qulog'iga yer tagidan Taborak surasini ovozi kelyapti. Bir inson Taborak surasini o'qiyapti, yotgan odamni qulog'iga yer tagidan chiqyapti. Hayron bo'ldi haligi odam. Ertalab turib qarasa, bilmasdan qabrning ustiga yotib olgan ekan. Ya'ni boshini qabrning nimasiga qo'ygan ekan. Qorong'ida ko'rmagan. Hayron bo'lib Rasul akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga borib aytdilar haligi gapni. Ha dedilar, to'g'ri dedilar. Bu oyat, bu Qur'on, bu sura munjiya, najot beruvchi sura. Qabr egalariga najot beradi. Shuning uchun biz hamma dafn marosimlarida mayyitni ko'mib bo'lgandan keyin xuddi shu surani o'qiladi. Umid nima? Haligi hadisga binoan najot bersin. Ana shuning uchun bu surani o'qishga ta'kid ko'p odamlar qiziqqan, mashoyixlar aytgan va ko'pchilik qiladi. Hozirgacha bilmaganlar bo'lsa, imkonini topib, shuni yo'lga qo'yib olsalar, ixtiyoriy, unaqa nimasi yo'q. O'qimasa hech qanaqa kamchilik yoki itob yoki bir gunoh bo'ladi degan gap yo'q. O'zini fazlini oshirish uchun, haligi barakotlardan menga ham nasibador bo'lishni nasib qilsin degan ma'noda bo'lsa, marhamat.